Tan olinglar, Portugaliyani yutishimiz nerealniy narsa. Lekin Alloh xolisa bo'ladi. Allohga oson bo'lganmi tarixda? Albatta bo'lgan. Hozir Bekzodning videosini ko'rdim. Yomon ta'sirlandim. Nima deyaptiki, meni maddoh deb o'ylasanglar, nima deb o'ylasanglar o'ylaylar, lekin men musulmon oilada tarbiya topganman va meni ota-onam o'rgatishgan, so'raganingni berishadi. Dushanba, payshanba kunlari roza tutiladi-ku, nafl roza. Shuni bitta roza tutib, xalq bilan shuni bir so'raylik, Portugaliyani yutsin deyapti. To'g'ri, kulgili tuyulishi mumkin, lekin futbolga qiziqmaydigan odam ham Portugaliyani yutishimizni butun xalqimiz kutyapti-da. Bu bizga nima beradi? O'zi hech narsa bermaydi, lekin ishoninglar, mana shu safarlar qilganimizda, chet ellarda, chegaralarda bizga qilingan muomaladan keyin bir dunyoga ko'rsatib qo'ylik o'zbekning kimligini, qanaqaligini. Bizga Alloh yordam bermasa biz o'zimiz kuchli bo'lib qola olmaymiz-da. Tan olinglar, tarkibimiz ham baribir portugaliyalik kuchli emas. Biz Bekzod o'sha roza tutish challenge-ni qilayotgan ekan, men sal boshqacharoq taklif beraman. Kelinglar, Allohga roziligi uchun, ey Allohim, agar Portugaliyani yutadigan bo'lsa, miyamdagi summani yetim yasirlarga ehson qilaman deb bitta summani yozinglar kommentariyaga yoki miyinglarda o'ylab qo'yinglar. Men ham hozir bitta определённый bitta summani miyamda saqlab qo'ydim. Agar O'zbekiston yutadigan bo'lsa, yetim yasirlarga o'sha summani men ehson qilaman deb o'zimga o'zim qasd qilib qo'ydim. Agar qasd qilsanglar, ertaga shu hodisa yuz bersa, uni berishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun shunaqa summa bo'lsinki, ertaga qiynalib qolmang, ojizdagi любой summani aytib olmang. Bir enasini ko'rsatib yuboraylik. Men ishonaman, Allohga oson, bu yerda bizga Alloh yordam beradi va biz albatta yutamiz. Nechaga ham rozi emasmiz, biz Portugaliyani yutamiz.